Ushbu texnika bir vaqtning o'zida bir nechta mashinaning o'rnini bosa oladi. Ishonmaysizmi? Unda hozir barchasini ko'rsatamiz. Cat 426 obzori. Qani ketdik. Cat 426 ekskavator yuklagichi qurilish, kommunal va yo'l ishlari uchun mo'ljallangan universal mashina. Ish og'irligi komplektatsiyasiga qarab 8 tonnadan 11 tonnagacha. Original Cat 3054C dvigateli bu mexanik boshqaruv, turbo kompressor, dvigatelning nominal aylanish tezligi minutiga 2200. Old qo'sh vazifalarga oson moslashadi. Zarurat tug'ilganda uni jaglisiga yoki villarga almashtirish mumkin. Sovutish tizimi va texnik xizmat ko'rsatish. Oldinga ochiladigan shitok. Radiatorlardan oson foydalanish imkoniyati. Yuklagichning barcha qismlari gaz liftlarda joylashgan. Tepasiga konditsioner radiatori o'rnatilgan. Qiziqarli va muhim detal. Pastki qismdagi zanglamas po'lat notekis joylarda harakatlanganda, suv bilan aloqa qilganda, og'ir sharoitlarda ishlaganda yonilg'i bakini himoyalaydi. Operator kabinasi keng, puxta o'ylab chiqilgan va haqiqatan ham qulay. Ergonomik boshqaruv elementlari, konditsioner va isitgich, a'lo darajadagi ko'rinish, narsalarni saqlash uchun keng hudud. Cat texnikasi bu yagona muhandislik yechimlari, yagona sifat standartlari, Caterpillar xalqaro standartlari bo'yicha nazorat degani. Cat ekskavator yuklagichlari hatto og'ir sharoitlarda ham ko'p yillar xizmat qilishni hisobga olib loyihalashtirilgan. Konsultatsiya olish uchun mutaxassislarimizga murojaat qiling. Texnika mavjudligida Cat 426 ekskavator yuklagichini bizdan xarid qilishga shoshiling.